Men sizga Alloh subhanahu va taolo haqida gapirmoqchiman. Iltimos, diqqat bilan eshiting. Alloh sizni gunoh qilayotganingizni ko'radi. Keyin qalbingizga pushaymonlik soladi. So'ng istig'for qilishni ilhom etadi va gunohlaringizni kechiradi. Keyin savobingizni yanada ko'paytiradi. Hatto gunohlaringizni yaxshiliklarga aylantiradi. Uning buyuk lutfidan yana biri shuki, sizni tabassum qilayotganingizni ko'rib, sizga ajr yozadi. Sizni dard chekkan holingizda ko'rib, gunohlaringizni kechiradi. Gunoh bilan savob o'rtasida siz doimo Allohning mehr va lutfi ichidasiz. Agar Alloh bir narsani iroda qilsa, hayot qonunlari ham o'zgaradi. Dengiz cho'ktirmaydi, olov yondirmaydi, tog' itoatsizlik qilmaydi, baliq ham hazm qilmaydi. Azob ham to'xtaydi. Shuning uchun bu mumkin emas demang. Men sizga Alloh haqida gapiryapman. Agar Alloh sizni yaxshi ko'rsa, osmon ahli ham, yer ahli ham sizni yaxshi ko'radi. Jannat esa unga kirishingizdan oldin qalbingizga joylashadi. Alloh yagona suyanch va panohdir. U bizga bo'yin tomirimizdan ham yaqinroqdir. U bizni ko'radi, biz esa uni ko'rmaymiz. Shunday bo'lsa-da, u bizni sharmanda qilmaydi, balki ayblarimizni yopadi. Gunohlarimizni kechiradi va o'ziga chiroyli tarzda qaytarishni xohlaydi. Insonlar qonuniga ko'ra, agar siz 99 marta to'g'ri ish qilib, agar bitta xato qilsangiz, ko'pchilik ana shu bitta xatoni eslatadi. Ammo Allohning rahmati shundayki, agar siz 99 marta xato qilib, bir marta chin dildan yaxshilik qilsangiz, 99 marta qilgan xatoingizni kechirib, Alloh o'sha bitta yaxshiligingizni qabul qiladi. Ey Alloh, sen naqadar karamli va mehribonsan. Ar-Rahman alal arshi istawa. Bu yerda Alloh taolo Al-Jabbar yoki Al-Qaviy demadi, balki Ar-Rahman deb zikr qildi. Holbuki azob ham, jazo ham, kasallik ham, sinov ham uning qo'lidadir. Bu esa uning rahmati kengligini anglatadi. U sizni qo'rqitishni emas, qalbingizga xotirjamlik solishni istaydi. Sizni o'zidan uzoqlashtirishni emas, o'ziga yaqinlashtirishni xohlaydi. O'z karami bilan sizga mol-dunyo beradi. Keyin sadaqa qilishni qalbingizga soladi. So'ng muhtoj bandani ro'parangizga chiqaradi. O'zi bergan moldan sadaqani qabul qiladi va o'zi rizqingizga baraka beradi. Alloh taolo qudsiy hadisda marhamat qiladi. Agar bandam gunoh qilishni istasa, uni qilmaguncha yozmanglar. Agar qilsa, bir gunoh qilib yozinglar. Agar men uchun uni tark etsa, unga bir yaxshilik yozinglar. Agar yaxshilik qilishni niyat qilib uni amalga oshirmasa ham, unga bir yaxshilik yozinglar. Agar uni bajarsa, 10 barobardan 700 barobargacha savob yozinglar.